Asaka tumanidagi Asaka bolalar sog'lomlashtirish oromgohida joylashgan Asaka bolalar sog'lomlashtirish oromgohi viloyatning xushmanzara hududlarida joylashgan bo'lib, 3,5 gektar yer maydoniga qurilgan. Asaka tumanida joylashgan ushbu dargoh 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun xizmat qiladi. Sig'imi 130 nafar bolalarni o'z bag'riga oladi. Bu yerda bolajonlarning mazmunli va maroqli dam olishlari uchun barcha qulayliklar mavjud. 12 kunlik dasturi asosida bolalar qiziqarli turli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda o'z dunyoqarashlarini boyitishi mumkin. Eng asosiysi tajribali tarbiyachilar va yetakchilar farzandlaringiz uchun maxsus mahorat darslari, o'yinlar, sayohatlar va kechki tadbirlarni o'tkazib borsalar, tibbiyot xodimlari ularning salomatligi, ichki ishlar, milliy gvardiya, favqulodda vaziyatlar xodimlari esa xavfsizlikni ta'minlashadi. Hozirda oromgohimiz yo'llanmalarini xarid qilish uchun onlayn ariza yuborishlari imkoniyati yaratilgan. Buning uchun Google orqali oromgohlar.uz platformasiga o'ting. Andijon viloyat Asaka tuman Asaka oromgohi deb nomlangan bo'limga kirib, Asaka bolalar sog'lomlashtirish oromgohini tanlang. Telefon raqamingiz orqali ro'yxatdan o'tib, so'ralgan ma'lumotlarni to'ldiring. Biz farzandlaringiz uchun 12 kunlik maroqli hordiqni kafolatlaymiz. Murojaat uchun telefonlar 93 kodi bilan 036 63 03. Asaka bolalar sog'lomlashtirish oromgohi.